Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan gistologiya fanidan ichki muhit to'qimalari, qon va limfa mavzusi haqida gaplashamiz. Ichki muhit to'qimalarining umumiy tavsifi. Ichki muhit to'qimalari tashqi muhit yoki organlar bo'shliqlari bilan bevosita bog'liq emas. Ular organizmning ichki qismlarida joylashgan va mezenxemadan rivojlanadi. Morfologik va fiziologik xususiyatlari jihatidan ular xilma-xil bo'lib, organizmning turli ehtiyojlarini qondiradi. Asosan trofik va mexanik vazifani bajaradi. Trofik to'qimalar sizga ma'lumki, ularga qon, limfa kiradi. Siyrak biriktiruvchi to'qimalar ular trofik to'qimalar hisoblanadi. Organizmni ozuqa moddalar bilan ular ta'minlaydi. Bu sababli ular trofik deb ataladi. Qon va limfa tarkibidagi hujayralar himoya funksiyasini bajarib, zararli modda va mikroblarga qarshi kurashadi. Fagositoz jarayonida maxsus hujayralar mikroblarni qamrab olib, ularni eritadi. Antitelalar ishlab chiqarish orqali ular organizmni infeksiyalardan himoya qiladi. Hujayralar aro moddalari suyuq bo'lib, ozuqa moddalarini butun organizmga tarqatadi. Mexanik to'qimalar ularga suyak, tog'ay, zich biriktiruvchi to'qima kiradi. Tayanch vazifasini bajaruvchi to'qimalar suyak, tog'ay, pay, boylam va fastsiyalarni o'z ichiga oladi. Bu to'qimalarning hujayralar aro moddalari zich bo'lib, hujayralar bir-biridan uzoqda joylashgan. Suyak to'qimasi qattiqligi va zichligi bilan organizmning tayanch tizimini shakllantiradi. Tog'ay to'qimasi esa elastikligi bilan harakatlanishda va zarbni yumshatishda muhim ahamiyatga ega. Ichki muhit to'qimalarining umumiy xususiyatlari haqida aytadigan bo'lsak, ular epiteliy to'qimasidan farqli ravishda non-polyar hisoblanadi. Hujayralar aro moddalar rivojlangan bo'lib, ular to'qimalar aro masofani kengaytiradi. Qon va limfa kabi trofik to'qimalarda hujayralar aro modda suyuq bo'lsa, suyak, tog'ay kabi mexanik to'qimalarda esa u zich bo'ladi. Hujayralar aro moddaning tarkibini barqaror saqlaydi va organizmning ichki muhitini doimiy holatda ushlab turadi. Ichki muhit to'qimalarining asosiy vazifalari haqida aytadigan bo'lsak, demak, bu 4 xil vazifasini farqlashimiz mumkin. Bular trofik, mexanik, himoya va barqarorlikni ta'minlash kabi muhim vazifalarni bajaradi. Qonning umumiy ta'rifi va tarkibi. Qon hayvon va odam harakatda bo'lib, tarkibi doim o'zgarib turadi. Qon tarkibi haqida aytadigan bo'lsak, masalan, plazma 90-93% suv, 7-10% quruq moddani tashkil qiladi. Shaklli elementlariga eritrotsitlar, leykositlar va trombotsitlar kiradi. Qonning vazifalari hammamizga ma'lum. Demak, bular trofik, gaz almashinuvi, himoya, gumaral va gomeostaz kabi muhim funksiyalarni ta'minlaydi. Qon odam organizmining massasini o'rtacha 7% ni tashkil qiladi va 70 kilogramlik odamda 5-5,5 metr o'rtacha qon bo'ladi. Qon yaratuvchi a'zolar haqida aytadigan bo'lsak, qon yaratuvchi a'zolarga bu suyak, ko'migi, limfa tubullari, taloq kiradi. Qon va limfa embrionda mezenxema hujayralaridan rivojlanadi. Qon plazmasi tarkibidagi moddalarning muhimligi fibrinogen, ya'ni quyilish uchun zarur bo'lgan moddalar, oksillar, gormonlar, chiqindi moddalar hisoblanadi. Eritrotsitlar, ularning tarkibi 60% suv, 40% quruq modda, 95% gemoglobin moddasidan tashkil topgan bo'ladi. Asosiy funksiyasi kislorod tashish, karbonat angidrid chiqarish, toksin va viruslarni tutib qolish kabi muhim funksiyalarni bajaradi. Morfologiyasiga keladigan bo'lsak, u ikki tomoni botiq, disk shaklida bo'lib, o'lchami odamda 7,5 mikronni tashkil qiladi. Umr davomiyligi 3 oydan ortiq. Depolarda saqlanadi va jigar, taloq, terida hosil bo'ladi. Trombotsitlar, ular qon plastinkalari hisoblanib, qonni quyuqlashishi, ya'ni qon ivish jarayonini ta'minlab beradi. Qon ivish jarayoni uchun ko'rib turganingizdek, fibrinogen, trombin va kalsiy ionlari juda ham zarur. Qonning ivishida fibrinogen fibringa aylanib jarohatni yopadi. Gemofiliya qon ivish buzilishi kasalligi bo'lib, kichik jarohatda ham juda ham ko'p qon yo'qotiladi. Bu odam organizmi uchun, hayot uchun juda ham xavfli hisoblanadi.
Leykositlar bular oq qon hujayralari hisoblanib, ularning funksiyalari juda ham xilma-xil. Masalan, himoya funksiyasi, bu immunitet hosil qilish, fagositoz, mikroorganizmlarni yutib parchalash, nekrozga uchragan hujayralarni yo'q qilish. Ularning turlari haqida aytadigan bo'lsak, granulositlar, bular neytrofil va eozinofil bazofillarga bo'linadi. A granulositlar monotsit va limfositlarga bo'linadi. Gemopoyez va embrional davrdagi qon hosil bo'lish bosqichlari. Demak, gemopoyez o'zi nima ekanligini aytib o'tishimiz kerak. Gemopoyez bu qon hosil bo'lish jarayoni hisoblanib, qonning shaklli elementlarini yaratilish jarayoni hisoblanadi. Embrionda qon sariq tanachadan boshlanib, jigar, taloq va suyak ko'magiga o'tadi. Mezenxima hujayralaridan birlamchi gemotsitoplastlar va eritrotsitlar rivojlanadi. Sariq tanacha devorida eritropoyez, eritrotsitlarning rivojlanishi, intravaskulyar, granulopoyez esa ekstravaskulyar yo'l bilan kechadi. Postembrional davrda qon hosil bo'lish jarayoni. Qon shaklli elementlari suyak ko'magida hosil bo'ladi. Unitar nazariyaga ko'ra, qon elementlari yagona o'zak hujayralar, ya'ni gemotsitoplastlardan paydo bo'ladi. Suyak ko'magidagi hujayralarning 60% eritrotsit, 30% leykotsit va 5% megakaryotsitlar hosil qilishda ishtirok etadi. Limfopoyez, monotsitopoyez va trombotsitopoyezlar. Limfopoyez bu gemotsitoplastlardan T va B limfositlar rivojlanadi. B limfositdan immunoglobulin ishlab chiqaruvchi plazmatik hujayralar hosil bo'ladi. Monotsitopoyezdan monotsitlar, ya'ni suyak ko'magida gemotsitoplastlardan rivojlanadi va keyinchalik to'qimalarda makrofaglarga aylanadi. Trombotsitopoyez bu megakaryotsitlardan mayda trombotsitlar bo'lib, qon plastinkalarini hosil qiladi. Limfa suyuqligining tarkibi. Limfa qon plazmasiga yaqin bo'lsa ham, oqsil miqdori kamroq. Limfa tarkibida yog', qandlar, mineral tuzlar, glikolitik fermentlar mavjud. Limfaning tarkibi hayvonlarning turli organlaridan kelayotgan suyuqlikka qarab o'zgaradi. Masalan, ichaklardan kelgan limfada yog'lar, qandlar ko'proq bo'ladi. Limfoid to'qimalarining tarkibi va funksiyasi. Limfoid to'qima limfositlar saqlovchi retikulyar to'qimadan iborat. Markaziy va periferik limfoid organlar mavjud. Ularga suyak ko'magi, ayrsimon bez, limfa tubullari, taloq va limfoid epiteliy to'plamlari kiradi. Limfoid to'qimalar immunitet reaksiyalarini yuzaga keltiradi. Shu bilan bugungi ma'ruzamiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun